Sizlarga Astraxandan assalomu alaykum. YouTube kanalimizning 15-qismini mana Astraxanning sovuq joylaridan sizlarga video qilib beraman. Mana. Astraxanskiy bir balo transport deb yozib qo'yibdi. Qaranglar, biz mana halol shashlik Center Plovga keldi. Qoron ochib ketdi. Ganshinsadan chiqib oldi. Xudo xolasa Astraxanni bir ikkita joylarini aylanib, Maxachkalaga qarab yo'lga chiqib ketamiz. Hozir yo sovuq ekan. Bo'lsam Astraxan Rossiyaning issiq joylaridan bittasi. Bu yoni Taruzi va shu jinni bo'lar ekan. O'zbek akalarimizni pasiyani shu Taruz ekishga ishlagani kelishar ekan. Gap yo'q. Biz hozir mana bu Center Plovga kirib ovqatlar zakaz qildi. Sizlarga bitta ovqatlarni ham obzor qilib beramiz. Mana ichlari. Tako. Choyxona stil qilib qo'yishdi, to'g'rimi? Ha? Kichkinaligimizda kompot to'g'rilab yurdi. Voy, mana. Mana tuxumli kompotmi? Ana biz yo'lda o'tiribmiz. Aka, hormi? Ha, mayli, tushirmaysiz. Tagamdaqa tapchallar qilib qo'yishgan. Inaroda ovqatlar zakaz qilinadi. Bu Tojikistonlik ekan, poyli ekan bular. Ha. Hozir manti, lag'mon, sho'ralik tordi. Nimaga bu yerda hamma shu недовольный qarab yuradi hamma. Xursandmasa, aka bular. Ertalab turdi. Ha? Ertalab turdilar. Ertalab turgan ekanmi? Ana, eshitdinglar? O'zbekistonda ertalab turadim, yarim kechasi turadim, hamma tavassiq turadi. Shunaqa. Hozir ovqatlar kelsin ko'rsatamiz. Mana bizani chisnokli lag'monimiz keldi. Bu yerda somsa. Umrinda ertalab chisnokli lag'mon yeganmiz. Yo'q, Zavtrikka. Mana aka, sizlarni bugun qiynayotganman, aka. Aka, men qanaqa ekan, aka? Bo'ladi. Ovqat yomonlar bo'lmaydi. Ukam chisnoba bilan meni jahlimni chiqaruvdingiz, to'g'rimi? Ukam chisno yeb senga ashula aytib beraman, basharing tegadi, ukam. Kecha meni qiynuvdi bu chisno yebdi deb o'g'lingiz aka, shunaqa sasvotdi endi. Ana qashlaydi. Jotam. Ya, oldinga boricha bilasan nima deyman, Honda deyman. Bitta Honda degan. Honda. Yarashlar gap. Tiqamiz endi. Xo'p, biza kadrlar uchun mana shu joyda to'xtamasak bo'lmasdi, chunki qaranglar, bu yerda lolalar o'sgan. Mana bu yerda o'zimizning chaqchuqlar, qurt. O'zimizning milliy premium qurt okalar. Voy, duat. Aka, o'sha biz Dog'istonning ichidamiz, ha, hali kelmadik. Lekin, aka, ashani yugurib yurasizmi, Abdurahmon aka? Aka, bilasizmi qanaqa? Men ikkita chetda o'tirib olishimiz kerak. Ha. Tako yeb, tako anaqa qilib, nima edi, qurtlarni shimib. Lekin sovuq ekan, ozgina. Sovuq ekan, lekin ha. Nima? Qani, qaranglar, bu yerda taka tumma bo'libdi. Qaranglar, patli. Qarang, Abdurahmonga hatto chumchuni taka tumma qilib ketishdi. Gap yo'q, lekin manzara prosta go'zal lekin bor. Akalar, biz zapravkaga kelib oldik. Maxachkalaga qarab yo'lga chiqqanmiz. Yo'limizda mana shunaqa zapravka chiqib oldi, lekin yoribdi, qaranglar. Dizaynni yorgan. Mana yerda hojatxonalari, даже namozxonalari, komforti prosta yorishgan. Magazinlarda ham hamma narsa bor ekan. Даже mojito, achaka ham topildi, qani? Qanisi zo'r, ha? Ach, falon aka. Lekin aka pagoda zo'r, ha? Aha. Sen piyo oldingmi, qani? Ya bu, to'la mojito ko'rasan.
Qani Abdurahmon aka? Mana nima. Erkak odam мороженое. Bor. Aka, o'tgan yil men shu VCM bilan do'g'or qildim, qarang. Men qilmagandim. O'sha bu nimasi zo'r seli? Shakardan ko'ra asal solinadi-da. Shuning uchun tabiiy mahsulot. Sardor aka qanaqa? Sardor aka narod yurtdilar qayerdadir. Akalar, bugun o'zi gostinitsaga joylashdi. Odam charchadi. Ko'proq yo'lda yurdi. Hop, bugun kunimizni mana mana shu yerda tugatamiz. Biz Abdurahmon aka qayerdamiz hozir? Maxachkalamasi. Hasan yurtdamiz. Shu joydamiz. Doğrusu ertaga Maxachkalaga ketamiz, to'g'ri? Ertaga Sulakskiy kanyonga ketamiz. Voy, aytgancha kanyonga boramiz. Ani Arqondan tashiydi-yu. O'shanaqa joylarga borib tashiymiz. Oldingi safar tashuvdik. Mana sizlarga hozir tashqarini ko'rsatdik, lekin shunaqa sovuq ekan bu yoq. Hatta avariya bo'ldi, yaqinda. Shundoq, tegimizda bo'ldi. Qachonda ana KFC'larni yeb oldi. Aytgancha, bilasizlar, urush bo'lgandan keyin Rossiyada sanksiya bo'ldi-yu. Hamma brendlar chiqib ketgan. Lekin KFC, McDonald'slar bor-ku, chiqib ketganda Rossiyaning o'zi zo'r ish qilgan. O'sha KFC, McDonald'slarni o'zi birga bir qilib chiqaryapti. Ishchilari qolib ketgan, ishchilari, texnikalari, bazasi qolib ketganda, endi hozir o'zingisi boshqa nom bilan chiqarishyapti. Anaqa McDonald'sga вкусная точка. KFC'niki nima edi? Risko. Rostyomi shunaqa qilib qo'yishgan bor. Shunaqa qilib ertaga qizuv narsalarni ko'rsatib beramiz. O'sha gap, like. Ertaga polni adrenalin bo'ladi. Adrenalin jinnis bo'ladi. Kuzatib turinglar. Поддержка qilib tursanglar bo'ldi, akalar. Hammalarga hamdu rahmat.